Voy, kechirasiz. Ehtiyot bo'ling. Anaqa. Uzr ming bor. Hechqisi yo'q. Salom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz tuzimisiz? Yaxshi, Xudoga shukr. Sizni bu yerda uchrataman deb hech ham o'ylamagandim. Ha, shu shifoxonada hamshira bo'lib ishlayman. Yaxshi-yu. Odatda men ishlarim sabab bu yerga ko'p kelib turaman, lekin sizni hech ko'rmagan ekanman. Bo'lishi mumkin. Yaqinda ishga kirdim. Yaxshi. O'tgan kungi voqea uchun yana bir bor uzr so'rayman. Shoshilib turgandim. Yo'q, hammasi joyida. Uzrni keragi yo'q. Bo'p turadi. To'g'ri tushunganingizdan xursandman. Ismingiz nima deb endi men so'rayman. Odatda yigitlar boshlarida. Hayajondan shekilli. Va nihoyatda kulish yarashar ekan sizga. Qovog'ingizni ochib gapirsangiz ham bo'lar ekan-u. Ismim Eldor. Siznikini esa bilaman. Qanaqasiga bilasiz? Ana, berkangizga yozib qo'yibsiz-ku. Va qarangga, e'tibor bermabman. Sizni kuzatib qo'ysam maylimi? Mayli. Sizga yo'q deb bo'larmidi? Rahmat. Sizga ko'proq nimalar yoqadi? Menga kitoblar, she'rlar va gullar. Sizgachi? Mengami? Hada, sizdan boshqa kim bor yonimda? Siz? Nima men? Siz yoqasiz. Uyaltirdingiz u bitta so'z bilan. Sizni sevishimga ruxsat bera olasizmi? Buning uchun ruxsat so'ralar ekanmi? Birovning qalbiga beruxsat kirish yaxshi emas. Ammo siz kirib bo'ldingiz-ku. Yuragingizga urishi shunday sezilyapti-ya, tezligidan. Afsus, yashira olmadim-da uning ovozini. Xuddi sizda ovozingizdek yoqimli ekan. Hayotimning har bir lahzasi sen borliging uchun juda ham chiroyli o'tyapti. Shu har bir lahza uchun senga katta rahmat. Men bir lahza emas, butun umrimni sizga bag'ishlashga tayyorman. Yarim yildan so'ng. Allo. Sizga nima bo'lyapti? Odam shunchalik ham o'zgarishi mumkinmi? Men o'zgarmadim. Unda nima qildingiz ayting? Qo'ng'iroqlarimga javob bermaysiz, xabarlarimga atvet yo'q. Bugungachamidi sevgingiz? Yo'q. Seni o'lgunimcha sevaman. So'nggi kun amaldadingiz. Qoyil. Qoyil sizga. Gap bo'lish mumkin emas. Meni unut. Sizni boshqa qaytib ovozingizni ham eshitmadim. Va bu xatni yozishga qaror qildim. Meni unut dedingiz. Atigi 2 so'z. Siz bilan o'tgan shuncha vaqtdan sevgim haqqi atigi 2 so'z bo'libdi. Shundan keyin to'yib yig'ladim. Qadrim uchun, sevgim uchun, xotiralarim haqqi. Sizdan nafratlanaman. Hech bo'lmasa sababini aytmadingiz. Qalbimni, sevgimni o'yin qildingiz. Taqdirimiz boshqa. Seni sevmayman desangiz tushunardim-ku. Nega meni bunday jazoladingiz? Sizni sevib gunoh qildimmikan? Zarracha vijdoningiz qiynalmaydimi? Esizdami? Sevgingiz xuddi bahor kabi dunyoyimni gullarga to'ldiradi. Sen esa meni bahorim bo'lib qolaverasan. Men juda ham baxtliman. Lekin o'shanda bahorning o'tkinchi ekanligini xayolimga ham keltirmagan ekanman. Bugun 1 oy bo'libdi. Shu 1 oy menga shuni o'rgatdi. Sizdan
Nafratlanaman. Salom qizim. Seni kimligingni bilmayman. Men uni onasiman. Maktubingni o'g'lim o'qishga ulgurmadi. Haqiqatni bilishingni istadim. So'nggi kunlarda kundaligiga yozganlarning bir varag'ini senga yubordim. Farishtam, mana yana senga maktub yozmoqdaman. Hayotimning ko'p tonglari yodimda qolmagan, ammo bittasini sira unuta olmayman. O'sha tongda uyg'ondim. Boshim yorilay derdi. Arang vannaga kirib yuzimni yuvdim. Oynaga qarasam, burnimdan qon oqardi. Yiqildim. O'zimga kelganimda vannada yotardim. Menga nimadir bo'lgandi. Analiz topshirdim. Keyin javobi chiqdi. Yo'q, albatta o'lishni istamasdim. Qaniydi, dunyo biz istagandek bo'lganida, bahor kunlarining birida ko'chada bu bahor men uchun so'nggisi ekanligi, hali sevishga ham ulgurmaganligim haqida o'ylab borardim. Keyin unga urilib ketdim. Farishta bo'lsa kerak-ku. Qiziq. Men esa bo'lajak murda edim. Juda azobli bo'lar ekan bu haqida o'ylash. Keyin uni yana uchratdim. Negadir uni sog'inaverardim. Ko'rgim kelaverardi. Uni ko'rganimda ajal haqida unutardim. Balki Xudoyim uni atay sevib qolishim uchun uchratgandir. Nega deysizmi? Qaydam, bu men ishonadigan chiroyli bir xayolat edi. U juda ham go'zal. Uni kuzatib yurdim. Sevib qolgandim. Lekin sevgi tirik insonlar uchun. Bizga kim qo'yibdi? U ham menga bog'lanib qolishini istamasdim. Lekin baribir irodam yetmadi. Men o'limim yaqinligi haqida unutdim. Bir lahza bo'lsa-da, u bilan hayotimni chiroyli o'tkazishni istadim. Ha, bir lahzagina. Keyin mayli o'laveraman. Vaqt oz qoldi. O'layotganimni u hech qachon bilmasligi kerak. Hech qachon. U bilan yarim yil, yarim daqiqadek o'tib ketdi. U bilan o'tgan har bir lahza uchun Allohga ming shukr. Faqat endi to'xtatish kerak. Axir u farishta, men esa bo'lajak murda. Daqiqalar ayovsiz tez o'tyapti. Fursatim tugab boryapti. U esa meni sevib qoldi. Afsuski, seni o'lgudek sevaman, farishtam. Qolgan varaqlarga faqat 2 jumla qayta yozilgan. Meni unut. Uni kechir qizim. Iltimos, undan nafratlanma. O'g'lim ulgurmadi. Meni unut. Biz birga bo'lolmadik. Meni unut. Biz baxtli bo'lolmadik. Kechir meni farishtam. Kechir meni. Meni unut. Biz birga bo'lolmadik. Sizlar bilan Eldor O'sarov hamda Aslzoda Alimova bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.